Yaxshimiz. Boya aytdingiz, gaplashgan edik. Hozir uyga keldim. Xo'p, siz atas olgan edim, lekin uni connection, ya'ni ritmik ulolmayapman dedingiz, ulanmayapti dedingiz. Xo'p, menda ham bitta ikkita muammolar bor. Lekin sizlar tekin versiyasini ulasangiz, menimcha bo'lsa kerak. Tekin versiyasini qanaqa bo'lamiz? Birinchi sizda qilinadigan ish, sizda setovoy kabel ulanganmi? O'sha домашний kompyutermi uyingizda yoki notebookmi? Notebook bo'ladigan bo'lsa, bu sal qiyinchiligi bor. Xarajati bor ozgina. Agar sizda personalniy oddiy PC bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'sha setovoy kabel oddiy ulangan bo'lsa, bo'ldi. Xo'p, bunda muammo yo'q. Rus tilida dispetcher устройство deb yozasiz. Mana bu yerga mana shunaqa rasmdagi emblema chiqib kelishi kerak. Ingliz tilida device manager. Ustiga bosamiz. Network adapters, Realtek PCI, family controller. Mana shu bizning internetimiz bo'ladi. Internet oqimini olib keladigan o'sha Realtek o'zini driveri bor. Mana shuni ustiga bosamiz. Advanced. Mana shuni ustiga bosamiz. Network network address. Mana shuni ustiga bosganimizdan keyin mana shu bizni MAC adresimiz bo'ladi. Shuni almashtirib qo'ysak bo'ldi. Tigerdan ham, boshqa narsadan ham qilsak bo'ladi. Xo'p, buni o'chiramiz. Любой brauzerga kiramiz. Yandexmi, balobatlar boshqasimi? Xo'p, mana shu saytga kirib olamiz. siox.ru. Mana sizga tashib beraman, xohlasangiz. Buni mana bu yerga 8A deb yozamiz. Pastga mana bu yerga belgilashimiz kerak. Tochkalari yo'q, balovatlari yo'q, chiziqchalari. O'shunaqa oddiysi kerak, eng oxirginisi. Va mana bu yerda выполнить o'shuni bosamiz. Buni copyright qilib olamiz. Qolganimizdan keyin mana shu yerga o'sha adresimizni, MAC adresini almashtirishimiz kerak bo'ladi. Uni ustiga bosamiz. Bo'ldi. Paste qilib qo'ydik. Stavit. Connection lost. Okka bosganimizdan keyin mana o'sha atasdan ham, Tiger Trade'dan ham o'sha mana internet uzilib yondi. Connected. Bo'ldi, ulandi mana. 5-10 sekund oralig'ida. Connected. Xo'p, endi bular keragi yo'q bizga. Keyin biz kirishimiz kerak bo'ladigan narsa temp mail. Mana o'sha ritmikdan kelib bo'lgan, lekin bu bizga kerak emas, ishlatib bo'lmaydi bu. O'chirib tashlaymiz. Yangisi mana bu yerda hech qanaqa kelgani yo'q xabar. Buni copyright qilib olamizda. Mana bu yerda ritmikka o'zini ritmik.com ga kiramiz. Mana bu yerda o'zida free, ya'ni 14 kunlik bepul anosi bor. 14 kunlik bepul o'tadigani bor. Siz volume toolsdan o'tmoqchi bo'lganingizda bu sal boshqacharoq ishlaydi. MAC adres almashtirmaydi, o'shaning uchun ishlamasligi mumkin. Mana volume toolsda bir paytlar qilib ko'rganman. Shopkma balobatlarini ishlatib. Xo'p, bu tepalariga hammaga to'ldirish shart emas, o'zingizdan bilsangiz kerak. Volume tools ishlatganman dedingiz. Paroliga mana shu Gmail o'zini tiqib yubordim. Farqi yo'q. Xo'p, bilet shuni bo'lmadi bu yog'iga. Menat. Xo'p, next I agree. Mana shuni bosganingizdan keyin tegmay turasiz bu yog'iga. Volume tools shu yoqdan o'tib ketsa bo'ladi, lekin tegish kerak emas. Refresh bosamiz. Cho'ta kelmayapti. Mana o'zini yangilab yuboramiz agar. Kelmayapti, bo'ldi, уже pishgan akkaunt bu. Boshidan harakat qilsak bo'ladi. Janosi yo'q. O'chirdik, ketdi. Hop. 53, 65, 3. Ketdi. I agree. Bosdik. Bu yoqda mana o'zi keldi. Ikkita silkani ustiga bosaveramiz, ketma-ketlikda. Sign up, hop, buni ustiga bosamiz. Parol teramiz. Bo'ldi, o'zi bizning akkauntimiz tayyor. Ketdi o'zi. Ulab ishlatsak bo'ladi. Hozir men atasimga ulasam bo'ladi. Uzr. Ulasam bo'ladi, lekin buni hozir qiladigan ishlari bor. Ulolmayman. Ulaman bo'lmaydi hozirgi payt. O'zini tekda qiladigan ishi bor. Men sizga bookmapdan ko'rsatib bera qolaman bu narsani. Tigerga ham hozir ulab ko'rsatsak bo'ladi. Shart emas, bookmapga ulab qo'ya qoling. Kuni ozgina qolgan. Volume tools bu sayt bilsangiz kerak. O'zim ishlatdim dedingiz. Volume tools
Professional Trading License Manager. Bu yoqda men atas topolmadim. Atas topolmaganimdan keyin o'sha arablarning o'zini gruppasida qidirdim, topdim keyin. Mana GXFA, Bookmap bor, Motivwave, Ninja Trader, Quantover bor. Kerak emas. AirTrader ham bor bu yoqda. Seriya bilsangiz kerak bularni ko'rib chiqsangiz. Lekin Bookmap olish ja важный emas deb o'ylayman, chunki atas bor, boshqa Tiger bor. Kerak emas deb o'ylayman. Atak mana уже ulanmayapti. Bo'ldi, уже buni удалить qilib tashlaymiz. Add connection. Bu yoqda pastga tushamiz. Ritmik parolni yozamiz. Ok. Bosganimizdan keyin ulanishi kerak. Ulamasa ham nisho. Janosi yo'q buni ham. Bu Bookmap 7.4 versiyasi. Mana уже klik bosdik. Mana bu уже Comex tanlaymiz. Bu yoqda ekstrement nomini yozamiz. Bo'ldi, уже Bookmap ham ishladi. Ketdi mana. Bu yoqda ham iceberg ko'rsatadi. O'sha mana TTW Finder hammasida ham bor. Mana o'sha iceberg detektor bu yoqda ham bor. Atasda ham, Bookmapda ham. Prosta menga nima uchun atasligi kerak? Prosta tak bu nima desa bo'ladi? Aniqroq, Bookmapda chalkashli ko'proq. O'shaning uchun men atas tanlaganman. Atas normalliroq. Chem Bookmapga qaraganda, Bookmap sal og'irroq. Mana men тоже ko'rsatdi bizga. Hamda bizga 203 likvidlik bor. Ishqib xullas. Shem chivo tak kerak yo'q. Shunaqa narsa. Xo'p, atasni men crack versiyasini ishlataman. Tekin versiyasi shu buzib qiladigan. Bookmapga ham xuddi shu versiyasi 7.4. Atak Bookmapga yaxshiroq ishlashini xohlasangiz, mana shu o'zida 1 oyga $5 sotsangiz bo'ladi. Buni ham maslahat bermoqchiman atak. Xullas shu aka. Qanaqadir tushunmagan joylaringiz bo'lsa, o'zimga yozsangiz, bemalol tushuntirib beraman yana.